Sherali Jo'rayev mani otam. Otam bo'lgan, otam va bundan keyin ham otam bo'ladi. Bu narsani xalqimiz, muxlislarimiz biladi, bilganlar biladi. Shubha qilganlar ham bor. Endi uni bilmadim. Buni butun Andijon biladi. Men tug'ilib, katta bo'lgan joyim. Butun Andijondan borib so'rasanglar, butun Andijon xalqi gapiradi bu haqida. Bu yashiradigan narsa emas edi, lekin bunga sabab bo'lgani uchun men yashirib kelgan edim shuncha paytdan beri. Ochiq gapirmagandim bu narsani. Sababini chunki otam bilan biz 20 yoshimgacha otam bilan munosabatimiz juda ham iliq bo'lgan. Otam mendan xabar olganlar. Men o'sha ota eshigida katta bo'lganman. Yozgi kanikullarni o'sha otamni ota hovlisida, ya'ni Andijonda, Asakada yozgi kanikullarda men otamni onasini oldiga, otamni oldiga borardim ko'rgani. Ular meni ko'tarib katta qilgan, o'ynab yurgan, bolalarim bilan o'ynab yurgan davrlarim bor. Va hokazo, ya'ni normal oilada bo'ladigan holat. Ya'ni 5 yoshgacha otam bilan biz o'sha otam bilan onam ajrashish kunga qadar birga yashaganmiz. Otam bilan onamni uchrashishi, otam onamni yaxshi ko'rib qolganlar va nikoh qilgandan so'ng men dunyoga kelganman. Nikohli farzandman men, ya'ni benikoh farzand emasman. Shunga ham aniqlik kiritib qo'yishim kerak, chunki har xil noto'g'ri fikrlar bo'lyapti. Buni juda ham otamning atrofidagi yaqinlari, meni atrofimdagi yaqinlar, o'sha davrdagi insonlar juda ham ko'pchilik biladi. Nikohga guvoh bo'lganlar bor. Kerak bo'lsa biz buni taqdim qila olamiz. Va otam hozirgi oilasi bilan yashab uylangunga qadar biz birga yashaganmiz. Keyin biz 5 yoshgacha, 4-5 yosh paytlarimda biz ajrashganmiz. Va o'sha yillardan to 20 yoshimgacha otam bilan biz har yili otam Andijonga kelib ketib yurgan paytda otam bilan ko'rishardik. Otam menga moddiy yordam berardi. Bizning munosabatimiz juda ham, ota bolaligimiz juda ham yuksak darajada bo'lgan. Sizni sog'onyapman, hattoki sizni sog'onyapman, ko'rgim keladi. Men qachon Andijonga kelsam, sen kelavergin. Bilasan-ku, katta yigit bo'lib qolding degan paytlar. Umuman olganda juda ham ko'p narsalar bor bu masalaga oid. Lekin men hammasini ochiqlashga hozir to'g'risi vaqtim yetmaydi konsertimdan oldin. Otam mendan so'ragan joylari bor. Menga etib ketgan o'sha yosh paytimda, bolam, men ba'zi bir ishlarga katta yigitsan sen tushunishingni xohlayman. Ba'zi bir masalalar bo'ladi hayotda. Sen bunga sabr qilishing kerak bo'ladi. Sen tushunishing kerak bo'ladi. Seni ehtiyot qilishim kerak degan joylari bo'lgani uchun men 43 yil indamasdan keldim. Hech qachon otamni tinchligini buzmaslikka harakat qilib, yigit sifatida, erkak sifatida, ya'ni otamni so'zlarini qilmaslikka harakat qilib keldim shu paytgacha. Birinchi o'rinda men otamni sha'niga yomon gap bo'lishini xohlamayman. Aziz muxlislarimdan shuni iltimos qilaman. Meni otamni sha'niga umuman keraksiz xunuk gaplarni to'xtatinglar, aziz do'stlar. Chunki men otamni bolaligimdan yaxshi ko'rganman, bundan keyin ham yaxshi ko'raman. Meni otam bilan o'rtamdagi munosabatim, men otamni muhokama qilish menga emas. Birinchidan farzand sifatida men muhokama qilmaslikka harakat qilganman. Bundan keyin ham biz bu masalani oilaviy masala bo'lgani uchun ukalarim bilan kelishib olamiz degan umiddaman. Lekin bu narsani o'zi qilmasdan, sudga bermasdan yurishim ham mumkin edi. Buni xohlamaganman hech qachon bu narsani qilishni. Prosta bu narsaga men juda ham majbur bo'ldim oxirgi paytda. O'sha ukamiz Shohijahon tarafdan bo'lgan mana shu internet sahifasiga qo'ygan sentyabrning 15-sanasi atrofida qo'ygan sen kimdan va kimdan dunyoga kelganliging va kimning farzandi ekanligini bilmaydigan, o'zingdan ham shubhalanadigan degan ma'nodagi gaplarni gapirgani uchun bu narsa menga, meni onamning shaxsiyatiga tekkani uchun men onam uchun bu yo'lga kirishdim. Onamning shaxsiyati, qadr-qimmati toptalgani uchun, ruh o'tib ketgan onamni sha'niga noto'g'ri gaplar bo'lgani uchun, o'zimning sha'nim, qadr-qimmatim noto'g'ri gap bo'lgani uchun men to'g'risini aytsam chidab tura olmadim, erkak sifatida ham, yigit sifatida ham, farzand sifatida ham. Shuning uchun men bu narsani o'zaro bo'pti, bo'lmasa bunaqa bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga isbot qilib beray. Hatto sizlar bilasizlar, yoshliginglardan men sizlarni otanglarni tortib olgan joyim yo'q yoki birovning otasini otam deb degan joyim yo'q. Vaholanki meni otamni tortib olishgan. Men 5 yoshimgacha bo'lgan paytda, yashagan paytimizda. Men hech kimning otasini tortib olmaganman. Men ulardan oldin dunyoga kelganman bu hayotga. Meni aybim yo'q bu dunyoga kelganimda.
Endi otam bilan onamning o'rtasidagi munosabatni ular o'zlari biladi. Biz farzandlar ota-onani muhokama qilishga haqli emasmiz. Menimcha muhokama qilmasligimiz to'g'ri bo'ladi. U inson juda ko'p o'zbek san'ati uchun ko'p ishlar qilib ketgan inson, juda ulug' qadamlar bosgan inson. Men u insonning nomini ulug' bo'lishligini, nomini yaxshi bo'lishligini xohlayman. U insonning sha'niga yomon gaplar bo'lishini xohlamayman. Majburlikdan qilgan deb o'ylayman, nimaiki qilgan bo'lsa. To'g'ri, o'sha Shohjahonni shu internet, Instagram sahifasiga qo'ygan murojaatidan keyin bu narsa sabab bo'ldi. Onamning sha'nini himoya qilish uchun men Asakaga yo'l oldim, o'sha ota hovlimga va amakim bilan ko'rishib video material yozdim. Ya'ni kichik video film yozganman. Bu hamma dalillarni biz sudga taqdim qilganmiz. Amakimni meni yoshligimni, bolaligimni aytib bergan paytlari va dadamning o'g'li ekanligim haqida tasdiqlovchi gaplari va hokazo. Va amakimni iltimos qildim, men birgalikda Toshkentga kelib, birgalikda gen ekspertiza, ya'ni DNK O'zbekiston Davlat Respublikasi Hadisha Sulaymonova nomidagi sud ekspertizada DNK o'tkazishlikni iltimos qildim. Iltimosimni rad etmadilar va biz DNK o'tkazdik. 94.4% menimcha 94% amakimni jiyani bo'lib chiqdim. O'z xohishlari bilan borgan. Da, o'z xohishlari bilan borgan. Buni video syomkalari ham bor. Hamma bizda ma'lumotlar bor. Dalillarimiz bor. Endi buni biz o'zaro hal qilib, bu materiallarni yig'ib, men ukalarimga murojaat qilgan edim. Mana 6 oydan beri kelinglar gaplashib olaylik. O'zaro kelishib olaylik, buni ommaga chiqarishda hojati yo'q. Chunki men otamning sha'niga yomon gap bo'lishini xohlamayman. Bu oilaviy masala. O'zimiz kelishib olaylik, erkak kishimiz, yigit kishimiz. Sizlar nima xohlayapsizlar mendan? Men sizlarni tegmadim. Mana otam o'ldi. Kelmasin dedinglar, janozaga ham kelgizmadinglar, bormadim. Bekinib, yashinib, Ko'kcha masjidiga janoza kuni kepkalar, ochkilar kiyib olib, oxirgi saflarda ko'chada o'qidim janozani. Men yigitlik burchimni ado qildim, farzandlik burchimni. Bu meni xohishim, istagim bo'ldi. Hech kim bilmasa-da men borib ishtirok etdim. Bular meni onamning sha'nini toptaydigan gaplar yozgandan keyin chidab tura olmadim va 6 oydan beri bularni islohga chaqirdim. Kelinglar gaplashib olaylik, sizlar mendan nima xohlayapsizlar? Tinchitaylik bu narsalarni. Bir joyda to'yda ashulasini aytsam, otamni uyimga xat keladi. Aytmang, mualliflik huquqini buzyapsiz deb. Sizlarga qancha haqqinglar bo'lsa, meni ham haqqim bor, kelinglar, unaqa qilmaylik. Nima talashyapsiz? Qo'shiq talashyapmizmi? Talashmanglar sizlar qo'shiq. Nega meni onamning sha'niga tegadigan, meni sha'nimga tegadigan noto'g'ri gaplar yozyapsizlar? Bu gaplarni to'xtataylik deb ularni murosaga chaqirdim, lekin ular xohlashmadi va xohlamagandan so'ng 6 oydan so'ng men keyin sudga murojaat qildim, otalik faktini belgilash bo'yicha. Ya'ni ularni o'sha amakim bilan o'tkazgan DNK'ni vaj qilib ko'rsatib sudga va kelgusida Shohjahon va Zohir Shohjo'rayev va yana singillarimiz bor va boshqalar deb ko'rsatganmiz. Ular bilan ham hammasi bilan shu ishga aloqador amakilarning o'g'illari hammasi bilan DNK gen ekspertizasini tayinlashlikni iltimos qilmoqchimiz sudyadan va shundan so'ng bu gaplar tugaydi va qonuniy men ukalarimga agar bu tomonlama islohni xohlashmayotgan bo'lsa, ya'ni yaxshilikcha kelishib, gaplashib, chiroyli, nima desam bo'ladi, mir bilan deydimi, smirim yashashlikni ular xohlamayotgan bo'lsa, demak men O'zbekiston fuqarosi sifatida qonuniy haqqimni, ya'ni otalikni belgilash faktini belgilashga haqliman deb o'ylayman. Va bu narsada eng asosiysi, ko'pchilikning fikri bo'lyapti, meros talashyaptimi deb. Men meros talashayotgan joyim yo'q. Meni hamma narsam o'zimga yetarli. Menga meros kerak emas, hech narsa kerak emas. Men va'da beraman, mana hozir shu kameralarga qarab. Men ularga ham aytgan edim bu gapni. Xohlasanglar notarialni yozib beraman yoki va'da beraman. Menga sizlardan bir tiyin pul ham kerak emas, meros ham kerak emas, hech narsa kerak emas. Faqat onamni sha'nini oqlamoqchiman. Bo'ldi, xolos. Chiqinglar, video yoqinglar, men yoninglarda turaman. Shu odam bizning akamiz. Biz noto'g'ri gapirdik bu kishining onalarini sha'niga. Deb beringlar, shunda masala yopiladi dedim. Ular xohlashmadi bu narsani va men O'zbekiston fuqarosi sifatida sudga tayanishga, ya'ni sudga berishga majbur bo'ldim. Bu holatni men ochiqlaganim yo'q, aytib qo'yay. Chunki men hozir konsertimdan oldin menga bu bosh og'riqlar to'g'risi kerak emas edi. Men bilmayman kim bu narsani ochiqladi. Biz buni yopiq holatda mana 2 oy, 3 oydan beri sud davom etyapti. Men buni ochmovdim.
Bo'lmasa qo'limda shuncha DNK ekspertizasi bo'lib turib, agar bu ishni ochiqlamoqchi bo'lganimda, men allaqachon ochiqlagan bo'lardim. Qo'limda 1 soatlik video film bor, guvohlar bor. Boshqa guvohlarim ham bor. Juda ham ko'p